Usiz hayot jahannamdir. Baxtli hayot kechirish uchun Allohga tavakkul qiling, zero usiz hayot jahannamdir. Birovlar aytadi: ayolingizning ko'nglini qozonish uchun uni ko'proq maqtang. Unga tabassum qiling va chiroyli muomala qiling. Shunday qilsangiz uning muhabbatini qo'lga kiritasiz. To'g'ri, shunday bo'lishi mumkin. Lekin avvalo va eng muhimi, Allohim ayolimning qalbini isloh qilgin deya duo qilishni unutmang. Yordam so'rang, undan yordam so'rang. Unga tavakkul qiling va ayolimga qilgan tabassumlarimdan zarra naf yo'q agar sen uning diliga iliqlik solmasang, deb e'tirof qiling. Uning qalbi mening qo'limda emas, sening qo'lingda. Oilamizni totuv, bizni bir-birimizga muhabbatli qilgin deb tazarru qiling. Alloh taolo sizdan ojizligingizni, kuch va imkoniyatingiz cheklanganini, yolg'iz o'z zot kuchli, qudratli va buyuk ekanini tan olishingizni istaydi. Siz buni e'tirof qilsangiz, tavakkulning 4dan 3 qismini bajargan bo'lasiz va atrofingizdagi barcha narsa o'zgaradi. Ishonavering, albatta o'zgaradi. Hojatlar, orzu-umidlar va g'am-tashvishlaringizni qo'ya turaylik. Faraz qilaylik, siz orzu, tashvish, ehtiyojsiz bir insonsiz. Shunda ham baribir tavakkulga muhtojsiz. Axir Alloh taolo sizni yaxshi ko'rishini xohlamaysizmi? U zotning muhabbatiga sazovor bo'lish uchun ham tavakkul qilmoqlik lozim. Alloh tavakkul qiluvchilarni sevar. Oli Imron surasi 159-oyat. Alloh sevadi degan so'z shunchalik ulug' bir so'zki, qalbida ozgina tuyg'usi bo'lgan kimsa bu so'zni o'qir ekan, yuragi bir orziqmay o'tib ketolmaydi. Tasavvur qiling, undan o'zga iloh bo'lmagan butun olamlar parvardigori Alloh taolo sizni yaxshi ko'rsa. Vakil zotga bog'lanishingizga, unga tavakkul qilib suyanishingizga va bu buyuk sifatga dalolat qiluvchi ismini yaxshi ko'rishligingizga shuning o'zi yetarli sababdir. Menga Alloh kifoya. Shunday insonlar borki, turli noxush hodisalarni aytib sizni cho'chitmoqchi, susaytirmoqchi, qalbingizdagi ishonchga dars ketkizmoqchi bo'ladilar. Ular sizga ortga chekinish, voqealarga munosabatingiz va prinsiplaringizni o'zgartirishingizni maslahat beradilar. Shunday vaziyatga duch kelsangiz darhol hasbiyallohu va ni'mal vakil, menga Alloh kifoya, u qanday yaxshi vakildir deng. Shunda Allohning fazl va marhamati bilan sizga biron ziyon yetmaydi. Ularga odamlar sizlarga qarshi hujum uchun odamlar, ya'ni Makka mushriklari lashkar to'pladilar. Ulardan qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini yanada ziyoda qildi va aytdilarki, bizga Allohning o'zi kifoya, u vakillikka o'ta loyiqdir. Ular Badr jangsiz Allohning ne'mati va fazli ila bir yomonlikka uchramay qaytdilar. Oli Imron surasi 173-174-oyatlar. Ziyon-ku shubhasiz yetmaydi. Haq taolo hatto undan hech qutulishning imkoni yo'q deb o'ylaganingiz ozgina noxushlikdan ham asrab qo'yadi. Aqalli bir joyingiz tirnalib ham qolmaydi. O'qing va tafakkur qiling va yolg'iz Allohga tavakkul qiling. Allohning o'zi yetarli vakil saqlovchidir. Ashob surasi 3-oyat. Allohga tavakkul qilar, unga suyanar ekansiz, hargiz boshqa yordam beradigan kimsa topa olmaganim uchun Allohga tavakkul qilmoqdaman deb o'ylamang. Siz tavakkul qilishi mumkin bo'lgan eng buyuk zotga tavakkul qilmoqdasiz. Ba'zida duo qilishdan boshqa nima ham qo'limizdan kelardi degan gaplar quloqimizga chalinib qoladi. Bu katta xato, chunki sizning qo'lingizdan kelayotgan bu duo qilishdan kattaroq narsaning o'zi yo'q aslida. Duo bu tavakkulning ko'rinishlaridan biri. Duo bu Alloh taolo barcha narsaga qodir ekanligiga tildan avval dildan ishonishdir. Bu esa tavakkulning eng ravshan ko'rinishlaridan biridir. Falonchining Allohdan boshqa hech kimi yo'q ekan degan gapni eshitib qolsangiz, Alloh o'zi yetarli vakil, himoyachidir. Agar u inson Alloh bilan birga bo'lsa qanday yaxshi ekan? Podshohlarning podshohi, mashriq va mag'ribning parvardigor u bilan birga bo'lsa, yana unga nima yetmaydi ekan deya javob qiling. Oling dunyo boyliklari sizga bo'lsin. Qalbim qo'ridagi nur menga kifoya. Bu nur ila boy inson menman biling. Mayli ayting bu bir qashshoq bechora. Yetarli sabab. Bilasizmi nima uchun Allohga tavakkul qilishning o'zi yetarli? Chunki buning uchun asosli sabab bor. Axir u zot butun osmonlar va yerning yagona egasi-ku. Siz kimdandir qo'rqayotgan bo'lsangiz, bu kimsa yerda yashamaydimi? Yerda yashar ekan, demak u Allohning mulkida yashar ekan. Demakki u Alloh taoloning qo'lida ekan.
tilkangizni quritgan, qidirib hech davosini topa olmayotgan kasallik shu yerda emasmi? Unday bo'lsa, bu kasallik ham Allohning qo'lida ekan. Alloh xohlasa unga tanangizni tark qilishga, amr qilishga albatta qodir. Yoki sizni qiynayotgan g'am tashvish va kulfat balolarni oling. Ular ham mana shu o'zimiz yashayotgan yerning ustida-ku. Shunday ekan, yer va uning ustidagi barcha mavjudotlar qo'lida bo'lgan zotga tavakkul qiling. Unga suyaning. U zot istasa butun g'am, qayg'u va tashvishlaringizni bir so'z bilan yo'q qilib qo'yadi. Osmonlar va yerdagi butun mavjudotlarni yaratgan va har narsaga qodir zot bo'lgani uchun ham biz yolg'iz Allohga tavakkul qilamiz. Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir. U barcha narsaga vakil, ya'ni homiydir. Zumar surasi 62-oyat. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Bizga Alloh kifoya, u eng yaxshi vakildir kalimasining ma'nosi quyidagicha. Bizning Allohdan o'zga suyanadigan hech kimimiz yo'q. Uning o'zi eng yaxshi vakil, homiy, suyanchdir. Bu dunyoda undan buyuk, undan ulug' va umidliroq boshqa vakil yo'q. Allohdan o'zgani o'zingizga vakil qilib olishdan, undan o'zgaga iltijo qilib murojaat qilishdan hazir bo'ling. Aks holda umidlaringiz puchga chiqadi va turli vasvasalar tuzog'iga tushib qolasiz. Boshqadan yordam so'rasangiz, kuchingizga kuch qo'shilishi o'rniga qaytaga zaiflashib ketasiz. Mendan o'zgani vakil qilib olmangiz. Isro surasi 2-oyat. Alloh turib boshqalarni qidirish, abadiy barhayot zot turib boshqasini vakil qilib olish va razzoq zot turib o'zgaga murojaat qilish ulkan xato va mahrumlikdir. U zot yashirincha shivirlab aytilgan so'zlarni ham eshitguvchi samiy va qorong'u zulmatda reja qilinayotgan barcha narsadan xabardor, xabir bo'lgani uchun ham yolg'iz unga tavakkul qiling. Boshqalar bularni eshita olmasa, bila olmasa, nega ularga tavakkul qilasiz? Allohga tavakkul qiling. Albatta u eshitguvchi va bilguvchidir. Allohga tavakkul qiling, albatta u eshitguvchi va bilguvchidir. Anfal surasi 61-oyat. Sizga ozor berayotgan o'sha zolim ham sizni himoya qilayotgan shu zotning maxluqi. U zotga tavakkul qiling, uning zulmini daf qiladi. Zolim qarshisida boshingizni tik tutib baralla ayting. Men Robbim va Robbingiz Allohga tavakkul qildim. O'rmalovchi jonivor borki, uning inon, ixtiyori, tasarrufi uning qo'lidadir. Hud surasi 56-oyat. Son sanoqsiz lashkari, qo'rqitish va vasvasa qilishga beqiyos imkoniyatiga qaramay, Allohning izni bilan hatto insonning qon tomirigacha kira oladigan iblis la'in ham Alloh taologa tavakkul qilgan kimsaga ziyon yetkaza olmaydi. Albatta iymon keltirgan va faqat parvardigorlariga tavakkul qiladiganlar ustida u shayton uchun hech qanday saltanat, hukmronlik yo'qdir. Nahl surasi 99-oyat. Uning oldida ishxonangiz rahbari, yomon qo'shni yoki katta amaldor kim bo'libdi? Unutmang, kimki Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga kifoya qilar. Taloq surasi 3-oyat. Allohga tavakkul qilsangiz, unga ishonsangiz va barcha ishlarda uni o'zingizga yordamchi qilib olsangiz, hech qachon hech kimga muhtoj bo'lmaysiz. U zot sizga yetadi va sizni har qanday yomonlikdan himoya qiladi. Zero haq taolo har tarafingizdan o'z rioyasi bilan qurshab turmasa, shak shubhasiz halok bo'lib ketgan bo'lar edingiz. Chunki bu dunyo turli kasalliklar, balo-qazolar, suiqasd va fitna-fasodlar bilan to'la. Alloh saqlamasa, bu narsalar insonni omon qo'ymaydi. Bu bilan sizni qo'rqitmoqchi emasman. Bular ayni haqiqat. Allohim, o'zingga tavakkul qildim deb ayting. Aytdingizmi? Chin dildan aytdingizmi? Chin dildan aytgan bo'lsangiz bo'ldi. Qo'rquvni unuting. Sizni xavotirga solayotgan barcha narsa nihoyasiga yetdi. Sizni kutayotgan xatarlar. Har kuni uydan chiqar ekansiz, turli xatarlar sizni kutib turadi. Biron bir baxtsiz hodisaga uchrashingiz, sovuqda shamollashingiz, birovdan virus yuqtirishingiz, tili yomon odamning haqorati, hasadgo'yning ichi qoraligi, zolim amaldorning zulmi yoki qasamxo'r chayqovchining chuv tushirishlariga duch kelishingiz mumkin. Lekin uydan chiqayotib payg'ambarimiz alayhissalom o'rgatgan duoni o'qib chiqsangiz, Allohning izni bilan xotirjam yuraverasiz. Hech qanday xavotirga o'rin qolmaydi. Allohning nomi bilan Allohga tavakkul qildim. Allohim, men sendan adashish yoki adashtirilishlardan, toyilish yoki toyiltirilishlardan, zulm qilish yoki zulm ko'rish, johillik qilish yoki menga nisbatan johillik qilinishdan panoh so'rayman. Imom Abu Dovud rivoyati.
Har vaqt, har lahzada sizni o'ziga tavakkul qilishga chorlayotgan Robbingiz borligiga va unga juda muhtoj ekanligingizni unutmang. Bu fursat va imkoniyatni aslo qo'ldan boy bermang. Allohim bizni doim o'zingga tavakkul qiladigan, senga iltijo qiladigan bandalaring qatorida ayla. Senga bo'lgan iymon va ishonchimizni komil qilginki, boshqalarga bog'lanib qolish dardiga chalinishdan omonda bo'laylik. Amin.